Assalomu alaykum. Hozirda biz kartoshka ekin maydonidamiz. Ushbu yerimiz Ussanot qurilish va Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Suteblan mufassida 709/886 qaror bilan tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda kartoshka mahsulotini ekilgan. Ushbu konturimiz 10 gektarni tashkil qiladi. Ushbu yer maydonidagi oliy kartoshka urug'i ekilgan. Mahsulotni yetishtirish 90 kunda tashkil qiladi. Ushbu yer maydonidagi ekilgan mahsulotni zamonaviy usullarda parvarishlab, belgilangan muddat oralig'ida sug'orib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan yetishtirilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirish maqsadida 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. 1 gektar yer maydoni uchun kutilayotgan o'rtacha hosildorlik jami 25-30 tonnani tashkil qiladi. Umumiy 10 gektar yer maydonidan 250-300 tonnani tashkil qiladi. Kelajakda yana 10 gektar ekin maydoniga kengaytirish niyatidamiz. Maqsad nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lish.